Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Charchamayapman, kuzimizlar. Sizlarga xudo xolasa bog'alarimizdan tayyor bo'lgan, naborlarimizdan tayyor bo'lgan, hammasidan tayyor bo'lgan bog'ni ko'rsatib o'taman. Buni 3 ta pichog'i bor. Pichoqlari universalniy pichoq. Lezvasi nержавеющий stilda umuman zaynab qorayib qolmaydi. Ruchkasini nabor qilib terganmiz. Tekstalit, ebanit, laton qilib. Bunda yaksalanisini beraman, xudo xolasa sizlarga. Juda ham keskin pichoqlarimiz. 3 ta pichog'i, bitta boltasi bor. Boltamiz 20 cm, 22 cmlik bolta. Umuman xudo xolasa suvalarga umuman qaytmaydi. Narxini 3 ta pichoq, bitta boltani $230 ga beramiz. Xudo xolasa endi buni oshxona nabor buyurtma qilgan. Buni bittasini Farg'onadan, bittasini Qarshidan buyurtma qilishgan. Chiroyli qilib tayyorlab berdik. 4 ta pichog'i bor buni. Yozib ham berganmiz. Davlatim otam deb yozib berdik pichoqlariga. Hammasiga chiroyli qilib. Aboyma pachimlikdan ishlangan pichoqlari ham. Lezvalari chinordan. Bitta cho'qqisi ham bor mana. Cho'qqisiga ham gullarni tushirib, davlatim otam deb yozib berdik. Xudo xolasa bu naborimizning narxini $150 ga beramiz. Yana bitta yangilik naborimiz bor. Bunisini ham ko'rsataman sizlarga. Xudo xolasa oshxona pichog'i ham 5 ta pichog'i, bitta cho'qqisi bor. Buni pichoqlari o'zgacha tayyorlangan. Xudo xolasa akamizning ismini yozib berdik. Ismi Jahongir ekan. Ukadada men o'zim maza qilib ishlatay. Oshxonaga kirganda dedi. Bo'ldi aka dedi. Mana cho'qqisiga Jahongir deb yozib berdik. Pichoqlarga ham yozib berganmiz mana Jahongir deb. Buni 3 ta pichog'i nержавеющий stildan, 2 ta tekstil katta pichog'i, bitta kichkina pichog'i nержавейkadan. 2 ta pichog'i aboyma pachimlikdan ishlangan. Pichoqlarga ham yozib berganmiz, xudo xolasa. Bunisining narxini $200 ga beramiz. Kimga qiziq bo'lsa bemalol murojaat qilishingiz mumkin.